Birinchisi, bugun Erkin Osiyo radiosida bergan intervyu Tursun Niyozxon xotinlik ayol. Sizga rasmni avatdim. Rasmni ekranga chiqarsangiz. To'g'ri. Mao ayolniki tug'utiniki 4-kuni yoki 5-kuni desak ham bo'ldi. Chunki bu ayol 3-islar kechasi 4-islar kirgan kun tug'di edi. Agar xohlasangiz, Mao markani qo'ygan yerga o'sha kichiklatib qo'yib qo'ysangiz mayli rasmni hozir. Men bu ayol to'g'riliq tafsiliy so'zlab beray. Bu ayol Xuanxeluda Abdunum rayonluq Jo'nyi doktorxonasi degan doktorxonaning oqida, ondan Kojitonning qorasida aytdim, Fan texnik komiteti nazorati qaraydigan o'sha 3 qavatli bir bino bor. Shuningda eng chatda yonda eshikda donda, ya'ni 3-qavatida o'tiradi. Bu ayol yo'ldoshi bilan ondan shu Jo'nyi doktorxonaning oqidagi to'qimish bor, Qadr Polosi va ma tarafda Maygul bor, ma taraf Jo'nyi doktorxona va o'sha bir to'qimish bor. Doktorxona oqidagi Xotan 2-chi ko'chasi deymiz. Bu ayol aşağıda yo'ldoshi bilan quruq yalimiz sotadi qara. Ondan yana bir do'koni Mayqulub kinoxonasi va teatr. Aşının yan tarafdaki Keşlik Pazar bo'lgan ko'chatda. Yo'ldosh bilan ikkisi ishga do'kon ochadi. Yo'ldoshining ismi Ömerjon, xotin Lopluq bilan. Ma ayolning ismi Tursun Niyozxon. Ondan bu ayol shu 4-islar tug'ibdi. Men kelgan vaqtda biz shu kaptim qandan shu 4-islar bu ayolning yo'ldoshi men telefon qilibdi Ömerjon. Bu adam elaqa xotinlik, ondan nima deysiz, voy pardon deb gap qiladi elaqa. Voy pardon, mashta bo'ldi, anda bo'ldi deb men gap qildi. Yordam so'raydi qishlarda. Masalan, Urumchida vaqtliq turish kanishkisi, ondan elaqa hukumat bilan bajaran tijorat kanishkisi degandek ishlarda biz yordam qilib berdik. Shirkatniki undaq ishni qilsaqmi qilmaymiz. Boshqalarning ishini ashta ishlarni qilib berdim, ya'ni yo'limiz bor edi, ha. Yaxaqdan bir mo'lchan olmaydiq. 4 balasi bor vaqtda. Keyin shu 4-islar tug'ilgani bilan 5 bo'ldi bularning balasi. 4-islar bu ayolni tuqqandan keyin 4-islar bu odam ayolni qashitgan. 5-iyun kuni ondan do'konni ochibdi. Doktorxona oqidagi do'konni kashti chiqib, Mayqulub tarafdagi do'konni ochmoqchi bu odam. Shu do'konni ochib shu qilayimqanchilik boshlanib ketgandan keyin shaharning ichida soqchi mashinalari o'q o'tib chep patqan. Oyoq-moyoq minayotgandan keyin bu odam vaqa bo'ldi, namoyish bo'ldi deganni anglab, u kuni shu do'konni taqab qo'yib 5-islar kuni hamda tunugunliq radioga deyishni unutib qoldim. Bu Ömerjon, ondan nima gapga qara. Sen şansıq gapga maş 3-cü kövrük tərəf bilan. Ma o 3-cü kövrük bilan mənim aralığında bir asma kövrük batdı. Ma o Şixabad tərəfə ötüdüqan. Aşağıdan şu asma kövrük bilan ötüb, bu nima gapga Rabia Qadir tərəf kelmən deb kelib, ondan keyin ötənməy ya kelgan mükəmməgən onun təfsilatını oxumadı, qaytıb ketibdik. 5-islar şu anda işlab bo'libdi. 6-islar bu odam ondan keyin o Mayqulub tarafdagi do'koniga, kashki vaqt ochilgan do'koniga 6-islar kuni ondan keyin do'konim bormi, yo'qmi, bakchiqga o't qo'yibdi, bo'ldi, ma bo'ldi degandan keyin bu odam do'konim qarab boqaman deb chiqib ketdi qara. Do'konga chiqib ketib, shu kuni shu chiqib ketgan paytda kirmaydi bu Ömerjon. Kirmagandan keyin shuni bu ayol dastlab qanday qilibdi desangiz, ondan Baygi maydonda, ya'ni Saymochanda bu ayolniki tuqqanlari bor ekan, yo'ldoshining tuqqanlari bor ekan, xotinliklarning jiqashadiga. Shuni bu ayolmi ondan keyin o tuqqan bolasini quchog'ida ko'tarib, 4 bolasini agashtirib, asma ko'vrik bilan minib, nimaga beribdi qarang, Baygi maydoniga. Baygi maydoniga borgandan keyin shuni o tuqqanlarini berib, Baygi maydoniga yomon tasdiq kirgan o'xshaydi qaraganda.
Endi arkada 4 balı var, quchug'ida balı var, ashundaq bo'lgandan shuningdan keyin manga deb bergani shu kun kechasi bordim dedi. Mengib bordim piyoda dedi. Ondan keyin shu berib o o'sha tuqqani uyutgan o'xshaydi shu kuni kechasi. Ertasidan keyin u qaytib ketolmay shu namoyishchilar to'piq qo'shilib qoldi. Bu ayol yo'ldoshini topolmay. U boshqa tuqqanlari o yo'ldoshingiz allaburun ya tutib aketdi, ya o'lganmidi, avog'amidi, mavog'amidi degandan keyin bu ayolni bir qo'rqib ketdi. Shuni bilan o namoyishchilar bilan birga bu ayolmi chiqibdi ondan keyin chiqib ketolmay shuni namoyishchiga qatilib ketdi ekan. Ondan keyin mushu Beygi maydonidagi yoshlarni haliqi bir balni tutib epmanga rasm bor. U yerdagi yoshlarni asosan shu kun tutib epmandi. Masalan, haliqi ko'kmay qiliq qizni andikin degandek. Men sizga ash Beygi maydonidagi namoyishda tutib epmagan balning rasmini avatay. Bu emasken. To'xtang, mushada bor o rasm. O balni tutib epmanga rasm. Rasm avat qilolmamdimi yerda? Nega qilyapsiz? WhatsApp qilyapsizmi? WhatsApp qilyapti rasmni. Yoki bo'lmasa bevosita mushuchu kompyuterimiz hozir share screen deydigan qo'shish belgisi bor-ku, o'shadan ko'rsatmoqchi bo'lgan rasmingizni tanlasangiz bo'ldi. Mau share degandimi? Share screen. Tamam. Demak, bu ayol 5-yillardan burun tug'ib ustida balni tug'ib bo'lgandan keyin 5-yillar namoyish bo'ldi. Namoyishdan keyin ertasi bu yo'ldoshi do'konni ko'rib kelay deb shu chiqib ketgancha yo'q. Shunami? Ondan keyin u sizniki rasmingiz texnik kamida, men hozir burun evatgan rasmni chiqarib o'tirdim ekranga. To'xtang, men sizga WhatsAppdan avatay, men rasm mayerdan sal nim bo'lib qoldi. Kompyuterning sistemasini o'xshaydigan bir yeri bor deyman. Shuni shu kompyuterdagi hamma narsamga erishima deydi, men uni bermay turay. WhatsAppdan mevasangiz, WhatsAppdan meyga chiqarsam. WhatsAppdan avatay. Mana. Birsi mabala qarang. Hozir bir parcha rasm keldi. Evet. Nima bo'linki namoyish maydonidagi rasm bilan ma epmanga vaqti. Yani shu kuni ashulaqa Beygi maydonidagi namoyish qilgan to'plamninki Uyg'urlarninki andiki mushalaqa yoshlarni andiki sapdan oldida mang'ollarni shu kun tutgandan keyin aketganlarni hammasini asosan haliqi Ben Beygi maydonidan 16-17 adamning tizimlikini turg'izgan. Kucha 3-rayonlik, ondan keyin mavu Xotan Qarqashliq, Lopluq, ondan keyin mavaliq Bugurlik bo'lib bir 16-17 adamning listasini turg'izgan mana shu yerda aketgan shu kuni o'lgan degandakchi. U bormanda Ondan keyin muabbalni ashunda aytmayaptiki, qarang, u ayrim bir masala Tursun Niyozxonmi Abay Qayolni ondan keyin qo'lida bog'ba orqada 4 bola bo'lgandan keyin u kuni bu ayolni akrab, yana ondan keyin qarshi Beygi maydondan ashadlam so'roq qilib, nerdan kelding, nerdan ketding deb bu ayolni u yerda chiqarib yetibdi. Qo'yib yetgan ya'ni tuqqanning o'yida bir yer kessang bo'lmaydi deb bu ayol shuni bilan sayvoq davasiga o'zining uyiga qaytibdi qarang. Qaytgandan keyin ondan keyin nimadan besim qilib turib oldi. Shu Xotan 2-ko'chasi aholi komiteti deydi. Xotanja benz shu deydi. Men Xotan ko'chasi aholi boshqarish nimasidan ondan keyin markazlashtirib tuzash ishxonasi degan yerdan to'xtamay telefon qildi degan, men uydagilarni ko'chirib o'tishinglar kerak deb.
Ma'qul onda bo'lsa ko'chirib o'taylik deb shuni badam qanday shaklda ko'chiramiz biz bular biz 4-5 ballar borki. Sizlar bir yo'l ko'rsatinglar deb buni qilsam shu kelinglar deb telefon qilibdi andiki mayli qilib banchuga o'shaga markazlashtirib tuzash ishxonasiga boradigan o'xshayman desam qo'roning o'ziga andakin ikki tungan ayol bilan bir uyg'ur ayol kiribdi shu markazlashtirib tuzash ishxonasi degan yerdan birisi guvoh qo'ydinka birisi xotin ko'chisi ali komitetininki birisi jadval berish uchun deydi ular kirib nima deydi desangiz qilarni andakin ko'chirib yetinglar deb qo'ygan ekan uyg'ur ayol bilan tungan ayol teshig'i chiqqanda andakin man dedi bu ayolmi bormi tursun niyozxon yanimda bu ayol degan ming yerdan eqib turdi yig'lab shuni ular andakin kim dedi bu tungan ayol uyg'urcha gap qildiki sen hozir ketma seni hozir ko'chirib etish emas maqsad xotanga avatib etish jeton qaytirib etish hozir seni bunday holatda qaytirib etsak yo'ldoshingning direktini ololmaysan yo'ldoshingni biz asosan uchurini oldik 6 kuni shu Mayqulov tarafdagi do'konni ko'rib baqil chiqqan vaqtda bir mashinadan 7-8 misayfu kelgan minbinchib kiyim kelgan xitoy tushiblar jo'shda deb aketibdiki bu odamni mashinaga besiblar shu paytda yo'q qarang odam bu odam ya o'liki yo'q ya tiriki yo'q hech qanday xabarmi yo'q shuni bu ayolni sen ketsam yo'ldoshingning derikini ololmaysa sen chuqur o'sha qilishing kerak yo'ldoshingning iz derikini qilma deb sen shu Urumchidagi butun qamoqxonalarga berib surishdi Ko'ngantinga bor, shaharlik Ko'nganchiga bor, Sayvoq rayonlik Ko'nganchiga bor, bog'dagi yerning hammasiga bor, Abbomiz Abnum rayonlik hukumatga bor deb tungan ayol ashta yo'l ko'rsatdi u yerda. Men hozir kelib tunganga ishonmaydim-ku, dadammi deydigan tungan do'st bo'lsang, aypoltang yaningda bo'lsin deydi. O kun azroq ayolga hamda shaxsan hurmatim qo'zg'alib qoldi. Bir odam unda demak oson gap emasdan qo'rqib titrab turganda. Shuni o'ylandan keyin bu ayolni shu nimaga 10 oylargacha shu uyda turdi. 5 bolasi hisobda yangi tug'ilgani bilan ondan keyin bu Ömercan'ın derkini alanmadı. Bu ayol dokunnumu tüzük açanmadı. Küçükde balı var. Bir kıtım basam dokunnu içvatım dep çıkıp içiniz acayip seyirlip gitti o tane andaki balları çöçürdekten muşta ballar. Şunu olandaki ben yemek verip şamoçan bağı. Şey verip andakin bu ayolninki ballarga şu közlük, yazlık, qishliq şu kiyimlerini aldı. Bir tağa bir narsani oldik bu yerda. Elep andakin bu ayolga yangi tuqqan bo'lgandan deb qon to'liqlaydigan, quvvat qiladigan narsalarni oldik. Elep bir qatim badam men yo'qlab. Ondan keyin davomli ko'rishib turdik. Bu ayolga bir narsalarni bir ish bo'lsa telefon qiling deb qo'rqmaydi deb o'qsam ma'qul deb. Utangaç ayolda tatinchoq telefon qildi yana. Qo'limizdan kelishicha yordam qildik. Oxir andakin u binoni Jo'nyi doktorxonasi shu KJT'ninki, ya'ni Pan-texnik komitetninki shu binosini suvchilik nazoratining bir binosi bor uni andakin yendiki shu bo'shliqni uni endi bir maktab bor deymi. Xitoy maktabi u maktabni qo'shib o'tkazib oldi qarang. Maktabni yangidan sepirdigan bo'lib, oq tarafga cho'ngaytib. Andakin ikki binoni andakin setib olib, Jo'nyi doktorxonaniki andakin balnis binosini kengaytimiz deb ashlar o'tkazib olgan dedi, 11-oyning ichida andakin bularni taltuk uyda ko'chirib chiqadi, chiqarib andakin bular u ayol angacha shu 4-men Ömercan telefon qilgan vaqtda yo'ldoshi shu uyninki ijarasini to'laydi. 6 oylikmi ijarasini shu vaqtni o'zida. O'sha ayolim tug'di, men doktorxonada bir atoginarak bersam bo'lamdi, pardon deb telefon qilibdi. Men pardon deydi bu odam o'zining gapichi bu davray. Shuni olab bo'ldi degan bilsam, shuni olandan keyin shu undan keyin ta 7-oydan hisobda
11. ay ketkicha aşağıda yani o öyünün icarısı falan o bir nersini so demedik yani. Deyişkim yüzünüz çıdımaydı o. Aslında sen. Çünkü nimish qatsangiz onundan keyin intervyu qilgan, ondan keyin shu vaqaliklarni xotirlash jarayonida uchrashgan odamlarniki qarasangiz, ulardan farqli emas yana turmushi, hayoti, ba'zi odamlarniki ichingiz sirilg'idek echinishliq tehi. Ularni ko'rdik. Qo'limizdan kelishicha yordamlarni qildik degandek. Shu 5-yil qirg'inchiligiga munosabatlik hayotiga bevosita shohid bo'lgan ayoldan birisi shu. 11. ayda öyden chiqarayotgandan keyin bu ayol ondan keyin shu aniq ismda qolmabdi. Ma tarafda do'qmishda o jo'ng doktorxona orqasiga do'qmish bor-ku. Burun aşağıda Mayqulub Şiçang deb bir bazar batı. Onu çekvetip yol kıvetdi-ku yani. Ma tarafda jo'ng doktorxonasi bor, ma tarafda Maygul restorani bor, ma do'qmishda ondan keyin Qadir polosi bor. Qarang, bu munda do'qmish. Ma tarafida Ürüm şəhərlik Sayvaq rayonluq Maliyyə İdarəsimi ya Baj İdarəsimi aşında bir bina bulduğan doqmuşduq onu 3 qavatlik. Onu aş jo'ng doktorxonasi evet ötküzüp alğan. Öydən köçürüp etgəndən keyin bu ayol ondan keyin eliqi Ürümçide öy icara etib oturuş üçün aşı 5-yil qırğınçılıqdan keyin Xitayning yol qo'ygan siyosat nima desangiz teşidin kelganlar Ürümçidən öy icara etib oturuş to'g'ri kelib qolsa Ürümçi nüfusidagi 3 odam kepil bo'lish kerak deydigan bir siyosatni chiqadi eding, ha? Bu ayolga kim kepil bo'ldi? O'zining tuqqanlarining hammasi Ürümçi nüfusi emasga, o Beygi maydonidagilar. Birisimi Ürümçi nüfusiga. O bir odam necha odam kepil bo'lolmaydi uning ustiga. O Beygi maydonida ularning yetkicha nimalar borki, shuni bu ayol ondan uy topolmadi. Men kepil bo'lay dedim. Men kepil bo'lay shirkat nomidan yoki bo'lmasa, bak bo'lmasa dedim bu ayolga. Meningki zavodimga berib ishlamsiz. Agar bak bo'lmasa zavodimga berib ishlang, aşağıda men sizga uyni beray, bolalaringizni aşağıda beqing desam, bu ayol endi yaxshi ko'nglim bil dedim, lekin men qo'rqdim ash gapni deganlar. Chunki nima qilsangiz, bu ayolni men u yerga kelsam, tabiiyan bu Xitoylar menga chaplashib oldi dedim, ha. Azar demasam, undan keyin chaplashib olgan. O yere o bağı onu kilmez o temaga. Şunu bu ayol men dedi hamda Habibullah asli ashta qilsak bak yaxshi bo'ladi. Hozir hikoyacha mening dadam opam qilgan yaxshiliklarni qildilar. Agar men u yerga borsam, sizning zavodda yolg'iz men emas, u yerda ishlayotgan 60-70 odam bor. 60-70 odam nayaydigan yer. Mening sababimdan u yerga bir nima kelib qolmasin. Men o'zimning beshini charisini o'zim qilmadi dedi bu ayol. Dep andikin Saymacandaki acamdan qaşıq gitmə degan tamam deganda aşağıda turma deb o Beygi maydoniga borsa u yerdim tug'izmabdi hali guvoh o'qiydan qarang. Xotanga ketsa deb. Chunki bu ayol nurg'un xalqaro mediada, internetda rasmlar chiqib ketdi. Ha, bolasini shunda ko'tarib turgan rasmi. Bu Xitoy uchun butun dunyo jamoatchiligi uchun bir dalil isbot, Xitoy uchun ko'zni yo'qotmoqchi bo'lmaydigan bir dalildir, ha. Şunun bu ayol besimini qilavergandan keyin bu ayol yana shu Xonquluga Xotan 2 ko'chasi deyli. Xonqulu deb ketdim Xitoy qo'yib bergan ism bo'yicha. Sayvoqdagi shu Xotan 2 ko'chasidagi Moliya idorasiga koni binoninki jo'ng doktorxona A tarafdagi binoni odamlarni test ko'chagandan keyin yana kirib o'tirib olmasin dedim. Ustini teshib o'tibdi qarang. Üskek bilen. A binanımı aşında qıvitke bir yerini çekip etiptike, ma bir tarafdaki mında qata işxanı bolğandan keyin onun içideki joza, urunduq, sapa bir narsalar ba'zilarda qoptike shu peti qarang. Kon naslida. Bu ayol oldi dukun bolğandan keyin aşnınga işxandan bir kiriplam yerlishib o'tiribdi da, aş koni binoga. Şunu o gavı qo'ydimmi, jadal ben shu degan yerlardan bu ayolga o ketsa deb resim qilib bo'lmay, ondan keyin bir kechasi shu kepla Beygi maydonidan ondan keyin shu ayolni to'plab, yana bir mashina odamlarni ashunda Xotanga mang'uz o'tib bo'libdi. Xotanga, ya'ni xotanliklarni. Shu kechadagi plan kunduzimi basqanti zaten Beygi maydonidan o nurg'un odamlarni kunduzi mashinaga kelib besib yuk taqim besib ketkizibdi-ku.
A ayalını andikin yani Beygi Meydan'dan yani 10 neçe aylını haşta keçisi mangoz ökütke kiliplanma, keçidi kiliplanma, basaya bas kılıplan. Şuna ol bu ayal andikin xoten ketkenden kiye onu uqmayma. Keyin uqdim eliq bu ayalning avval nadin kegichido men bitil furpa qayda. U vaqtda eliq xika deb qo'ydik, logika deb qo'ydik ma u. Biyancan binganda andikin şu Rabia'da sana aldı da dön körkülde ballamında o kanı götürüp elip satıdığan dollarcı ballar. Anda olgandan u vaqtda eliq telefon mu eliq 300 koy, 400 koy azan nas olgandan keyin Aşta xikadan eliq zapas 5'ni 10'ni ep qo'ydim qarang mashinaga bir yoqqa qo'ydim da. Andikin eliq o ayolg'ma aşta nomerlardan telefon qildim beshida. Shuni andikin bir telefon baqay deb telefon qilsam, o ayol andikin nimda dedi desangiz, apisi aldı to'g'ri. Apisimi nemiski aldı. Men eliq biz Uyg'urlarda bir ayol kishiga telefon qilsangiz, er va ayolga ayıp-ku. Şoň telefon Ömercan mı, Ömercan'ın telefonu mu dep başlatsam, şunu olandan keyin bir ayol kişi aldı. Ay siz kim bolsiz a dep. Hem de eliq yadım yo'qul dep ketdim. Aşeliq aşta aldı telefon yani siz kim bolsiz a depçi. Xoten telaffuzda. Degandan keyin andan keyin men Ömercan Ömercan Oltuğa öyünün egisi. Ömercan bu Kürşey degendim dep emde eliq 6 aylık ijara waty şunu dep Kürşey degendim dep başta telefon qilmanda. Başqaça men mavu evvel soraydigan dep telefon qilmam men sirdim. Bir bana kerekde o ýa-da maňa desem şonu olandan keyin Ömercan ýok. Ondan keyin nädelikini ukmaýmyz, hiç qanday haberi ýok jenim balam. Hem de o pullarını hazır almışlar, o dünyada Allah razı olsun dep bu ayol şunda yaxşı tileklerini tilep ketdi. İç-içimden jığlawatim da awazymı çykyramayman. O ýok boldy, onu ensirep ketmişler, eger bolmagan bolsun meýli hemdi. Köňellerini ýerim qılmışlar dep tesellini berip durmaz. Xitay mandakyny unustyk bütün telefonlaryny tynşap atgandan keyin arlap sarlap kızıl paçak geplerini qyp goýmaz o ýerde eliq. Hem de özümüzden bexaterligi, başkalarının bexaterligi dep. Şonu olandan keyin Tursun Niyaz kaçamçı dep aýalyny sordum Ömerjanyňky. Sorsam Tursun Niyaz hany kiliplam. Bu balny maňa taşlap berdi, 5 baly maňa qyp galdy. Tursun Niyaz han şu ajysymy, apysymy şu wagtda tyryp isimde gymapdy. 5 baly maňa qyp galdy. Tursun Niyaz hany kiliplam ätisi şu öýdenlam açyk ketken şüpheti ýok dep andan keyin aşymda dedi. Aş ayalma aşında yo'qop ketdi andan. Hesapda muş 5-nji ýyl qırğınçylygydan keyin 7-nji ýyl qırğınçylygydaki men ýakyndan tonydygan, özüm bevasita munosabat qurgan aýlydan birisi muş şu. Ondan keyin ýene bir kız bar, onuň men resmini tep goýgan, onuň kiyim köstüme keyinki bilimlerde deýle. Yana davamlyk keyinki bilimlerde anlatsak, bäk çykyp gowatdym.